لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم مبشرا وصل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Sure Fatiha'nın beşi boğan Allah Subhanahu ve Taala'nın mihriban şefkatlik nam bilen başlayman diyen muş ayetinin tefsirinin devamı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Her bir insanın aldıki her bir şeyinin Allah Subhanahu ve Taala'nın kurdu ikenligiga işaret kılıdı. Şunun için Allah Subhanahu ve Taala her kandak siz aldığınızdaki kılmakçı boğan işqa Allah Subhanahu ve Taala'nın namı bilen yardım sorap Allah körsetken boyunca kılsınız, Allah sizge yardım bir de digerlikini uqturdu. Çünkü yeryüzüde yürgüzülüp atkan her kandak bir kanun hemmisi ve şundakla yeryüzüdeki her kandak bir maddala ve onun işideki barlık energiye hususiyetle hemmisi Allah Subhanahu ve Taala'nın ilkide. Her kandak bir hareket ya ki her kandak bir cimiş ve şükturuş, her kandak bir insaniyetke kelgen ve dünya hayatlıkı verilgen soğula ve her kandak bir şeyinin bir yaxşılıkka, bir tınıkka, bir hareketke egi buluş için kılgan takazzaları ve hareketke eriştin mahrum kılınışları hemmisi Allah Subhanahu ve Taala'nın kuluda. Her kandak bir millet halıklarının yuqur kütürülüşü, kulluk, harlıktın kutuluşu ya ki har buluşu hemmisi Allah Subhanahu ve Taala'nın kuluda. Allah Subhanahu ve Taala Mekke Medine halkını İslam zemininin ana açqısıga, İslam zemininin paytaxtısıga aylandırışını maksat kılgan ve emilleştirdiğen şundak emili boğan siyasetini Allah kullanıp Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni Mekke'de peygamber kıldı ve Mekke'den Medine'ye çıkarıp şu hicret ceryanında Allah Subhanahu ve Taala Müslümanlarını tallap ve tavlap İslam devletinin meydan kelişige Allah Subhanahu ve Taala özü alahide yardım kıldı. Şunundaki Yusuf aleyhissalatu vesselam'ni Allah Subhanahu ve Taala özünün bir tuqqallarının ki kolu bilen kuduqqa taşışıga sebep bulup Yusuf aleyhissalatu vesselam şu arqılık özünün turvatqan joyidan Mısır'a qo'g'linup Mısır'da Azizi Mısır'ın himayesinde Allah Subhanahu ve Taala çoğun kılıp Mısır'da Allah Subhanahu ve Taala Yusuf aleyhissalatu vesselam'ni zindanga kirgen ve nurgulgan cepa müşakkatlardan kin Allah Subhanahu ve Taala Yusuf aleyhissalatu vesselam'a bergen yaxşı tushga ve yaman tushga ta'bir berishdan iborat bo'lgan Allah Taala'nın möjüsü bilen Yusuf aleyhissalatu vesselam Azizi Mısır'ın aldıda hürmetlendi ve şundakla yaxşı maliye başkuruş iqtidarından Allah Subhanahu ve Taala Yusuf aleyhissalatu vesselam'a ilim ügetkeşke Yusuf aleyhissalatu vesselam peygamberlik ve yaxşı amanetke ve ambarçılıkka ustu buluş bilen Allah Subhanahu ve Taala Yusuf aleyhisselam'ni şu Mısır'ı halkı Mısır'ı devleti hükümranları aldıda yuqur kütadi. Şu arqılık Allah Subhanahu ve Taala Mısır halkını İslam'a, İslami cemiyet ve İslami devletke aylandırdı. Demek Allah Subhanahu ve Taala bir cemiyet, bir devletke, bir ziminga hakni, adaletni
islomiy huquqni o'rinlashtirishni maqsad qilsa, o'z zimindagi yaxshi kishilarni har xil fitna, har xil jafolar bilan sinash orqali Alloh subhanahu va taolo shu zimindan sirtqa chiqish, shu ziminga yana qaytirish degandek nurg'unlagan bosqichlardan keyin Alloh subhanahu va taolo shularga ustunlikni va g'alabani beradi. Demak, ustunlikqa g'alaba ko'targuchimi Allah subhanahu wa ta'ala, har qilguchimi shu qudrat Allah subhanahu wa ta'alaning qo'lida. Shuning uchun Allah subhanahu wa ta'ala Fir'avnni, Abu Jahlni, yana nurg'unlagan kofirlarni Allah subhanahu wa ta'ala har qildi. Allah subhanahu wa ta'ala shuning uchun Qur'oni Karimda deyki, astag'firullah, innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Sura Yasin 82-oyat. Rasulullah Allah subhanahu wa ta'alaning buyrug'i, qachon Allah bir ishni iroda qilsa, uning bo'l deydi, u ish darhol shu hamon bo'ladi. Yana Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda bunday dedi: astagfirullah, laqad nasarakumullohu fi mawatin kathiratin wa yawma hunain iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Sura Tavba 25-oyat. Haqiqatan sizlarga Allah subhanahu va taolo nurg'un o'rinlarda yordam berdi va Hunayn kunisidami yordam berdi. O'z vaqtida Hunayn kunisidagi jangda sizlarning ko'pliginglar ajablantirgan edi. Sizlardan o ko'pliginglar hech narsani behojat qila olmadi. Sizlarga zamin shuncha kenglik bilan tarkaldi. Andin sizlar keyninglarni qilib jang maydonidan yüz o'rib qaçdinglar. Ya'ni sizlarning ko'pliginglar asqatmadi, balki Alloh subhanahu va taolo sizlarga yordam berdi. Demak, mana bu Bismillahirrohmanirrohimning ma'nosi Alloh subhanahu va taologa tayansak, Alloh subhanahu va taolo bizga bergan qudratni vujudga chiqarib berguchi, sabablarni vujudga chiqarib berguchi va har qandaq sabab o'tmaydigan yerdimi o'z qudrati bilan yordam berguchi haqiqiy qudrat egasi Alloh subhanahu va taologa tayinib Alloh bilan boshlagan bo'lamiz. Hamdaqla Alloh subhanahu va taolo bizga har qandaq bir shar'ida shu shay'idin foydalanish uchun shu shay'idin foydalanadigan sababning yo'llarini bizga ko'rsatib berdi. Masalan, süt işimiz desek Allah subhanahu wa ta'ala bizga kalını bakıp onunla yaxşı qarışımızga ve kalıdın süt mahsulatını Allah subhanahu wa ta'ala çıkırıp beş arkalık bizden hayatımızını yaxşılaşqa Allah subhanahu wa ta'ala iyi oldu. Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ Sura Yasin 72-oyat. Biz o çavrumallarını o insanlar için boysundurup berdik dedi. Şunun için biz içivatkan aldığımızdaki bir istikan süt bizning aldığımızga kelgen vaktimizde şunu bilişimiz lazım ki Allah subhanahu wa ta'ala bizge kalını ve kalının hücresi de acayip mucizelik zavutunu, süt çıkırdıgan zavutunu bizge orunlaştırıp bergen. Mesela süt haltısının üstüde süt haltısı bezi deydigan bir bez bulup bu bezning üstüden nurgulluğan kan tomurla şu süt bezi üstüden ötüdü. Kuyak kan tomurları, katma-kat kan tomurları şu süt bezi üstüden ötüdü. Süt bezi şu katma-kat kan tomurlarından özge ihtiyaclı kanını alıdı. Şu kandın nurgulluğan kanla işidin her 100 litre kanның işidin 1 litre süt bizge sap süt bulup sütninki juğuluşuş orunu süt halsıga düşüdü. Demek Allah subhanahu wa ta'ala mana muşundaq 100 litre kan aylangan vaqtida 1 litre sütninki süt bezidan ayrılıp süt toşqızıladigan
süt yallısıga düşüp biz o sütni sig'ib ichadigan mana shundoq katta ne'matni Allah subhanahu wa ta'ala bizga o'zi kalaning badanida alohida o'rinlashtirib berdi. Yana Allah subhanahu wa ta'ala kala yeydigan yem xashaklarni asan, qolay her yerde tepiladigan qilib berdi. Agar yem xashakning pulisi kalaning sütüning pulisidan eşip ketadigan bo'lsa, uni insonlarga jafo sab qo'ygan bo'ladi. Demek Bismillah deb Allah subhanahu wa ta'ala'nın namı bilen başımız bizni Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerini esişimizni Allah subhanahu wa ta'ala bizge bergen her bir nimetni tamak yiyen çağımızda ve işimlik işken çağımızda uyu kirgen çağımızda bazağa çıkan çağımızda biz halaldın yedik mi halaldın keydik mi ve to'g'ri bo'lgan yaxshi ishga mangdiq mu deb o'zimizdan ham Allah subhanahu wa ta'alaga bizga Allah bergan ne'matning uzuqida shukr aytish bilan javob qaytardiqmi degan misolni qo'yishimizga undaydi. Masalan, bir savdogar o'zi tijoratchi bozorda savdo qattiq qaynaganda yolg'on qasam bilan masalan 30.000 dollarga almagan bir narsani Allah bilan qasam qilib turib, uning narxi 25.000 dollar bo'lsa, men bayatdan 30.000 dollarga bermagan deb 5.000 dollarni yolg'ondan qasam qilib yavradigan. Masalan, bundaq ishlar ba'zi uy savdolarida yoki mashina savdolarida yoki har qanday ko'plagan savdolarda yoki hozirgi zamonlarda Qoraliroq so'dlirdimi? Ana shundaq yolg'on qasamlarni qilish orqali musulmonlarning pulisini yavradigan ana shundaq ishning o'zi Allah subhanahu wa ta'ala bilan Bismillahirrahmanirrahim deb boshlamag'anlikninki Allah subhanahu wa ta'ala bergan ne'matga haqiqiy shukr aytmaganlikning fosiqlikninki pokit bo'lib qoladi. Şunun için her kandak bir Bismillahirrahmanirrahim dügüçü kılgan her kandak. İşte öğlengen çağda, ticaret kılgan vaxtıda, hareket kılgan vaxtıda, hizmet kılgan vaxtıda, cihat kılgan vaxtıda, benim kılgan işim Allah Teala'nın şeriatine uygun buldu mu? Ya ki ben tecavüzçülük kılıtamdı ben dep özüdün sual sorap Allah subhanahu wa ta'ala razı bulgan işini kılgan bolsa, andın kılgan işi hakiki Bismillah bilen başlap kılganga uygun buldu. Bir oğul mu Allah subhanahu wa ta'ala'nın insaniyetki bergen nimeti. Allah subhanahu wa ta'ala dedi: "Ve vehabna lehu İshaka ve Yaquba." Sure En'am 84. ayet. Biz İbrahim aleyhissalatu vesselam'a İshak aleyhisselamni ve Yaqub aleyhisselamni berdik. Demek Allah subhanahu wa ta'ala rahmet kılıp İbrahim aleyhissalatu vesselam'a iki oğul berdi. Şunun için biz her kandak bir vakitte Allah Teala'nın rahmetiga esilsak, Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmet ve şefkatini tanısak, Allah subhanahu wa ta'ala bilen başlayımız kılgan işimizni ve Allah Teala buyurgan yol bilen başlayımız, andın Allah subhanahu wa ta'ala bizge özünün rahmetini şürüdü. Demek insan yaşavatkan her bir hayattaki insanın kılgan her bir işrida Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti var. Çünkü insan bir hareketini al diyor, şu hareket Allah subhanahu wa ta'ala'nın onun kılgan nimeti, hayatlıkını, tırığını caydı bergellikten keledi. Mesela biz yürütümüzde bir tırığını cayda tınğanlığımız yürükümüzden sak turganlıqni uqtirdi. Şunun için bazı vaqtlarda tuyuqsiz yoshlarninki yoki tuyuqsiz yosh qizlarninki yürük kesili qo'zg'ilib qap yoki bilmay qoldik yurak kesilmiki degan gap bilan o'lib ketayotganligini 20 yosh, 25 yosh yoki yosh qurami jarayonida dunyodan ketayotganligini anglayapmiz. Ammo yuragimiz kechkunda so'qadi. Shu so'qqan yurakning Allah'ın rahmetinden soqqanligini ko'pinchimiz bildikmi, bilmadikmi bununla
diqqat qilishimiz bizning mas'uliyatimiz. Biz g'aflatda qolmasligimiz bizning mas'uliyatimiz. Biz tatliq suvni ichgan vaqtimizda bu tatliq suvning Allohning rahmatining ekanligini, biz omaq ballarimiz bilan birga o'tirgan vaqtimizda bu ballarimizning Alloh subhanahu va taolaning rahmatidan ekanligini, biz chiroyli ayolimizning qishig'i kirib uning bilan mungdishib o'tirgan vaqtimizda shu chiroyli ayolni bizga bergani, bizga sog' salomat qilib bergani Alloh subhanahu va taolaning ne'mat ekanligini, biz bir oylik maosh pulni chiqim qilgan ya tijorat pulini chiqim qilgan vaqtimizda shu pulning Alloh subhanahu va taolaning bizga tijorat qilish ya kasb qilish ya ishlash ya xizmat qilish yo'llarini bizga osonchilik qilib bergan tufaylidan bizga kelganligini bilishimiz kerak. Chunki nurg'un jamiyatlarda, nurg'un davlatlarda, nurg'un xalqaroda biz ko'rgan maydonlarda nurg'un insonlarning ishsiz qolganligidan yoki har turli ofatlar bilan och qilayotganligini, oilasini haloldan biqamayotganligini biz ko'rib turamiz. Shuning uchun bizniki Allohning rahmatini biz tunishimiz lozim. Biz bir baqqa borgan vaqtimizda shu bog'dagi barliq ne'matlarning hammasini, o'xshamagan meva-chevalarning hammasini Alloh subhanahu va taolaning yaratib berganligini, shu bog'dagi biz shimirayotgan mayin shimolning Alloh subhanahu va taolaning bizi qarta rahmat ekanligini, biz qishliqlarda yashagan vaqtimizda yer sharininki sovuqqa, yer sharininki to'nglashqa o'zgarishimi, bumi Alloh subhanahu va taolaninki bir rahmati ekanligini, shu orqali Allah subhanahu va taala yer sharidagi har bir mikroblarni yo'qotib, yana Allah subhanahu va taala yangi hayotlik berib, olamni isitib, har turli biz yaratgan meva-cheva va barliq ziroatlarni qayta o'stirganligidan iborat bo'lgan mushu ne'matga qarab, har ikkilisi Allah subhanahu va taolaning bir hikmatidan bizga berilgan bir rahmat ekanligini bilishimiz lozim. Demak, olamning yeşillikka pürkünüşü bizning yangi hayotga, yangi rizqqa, yangi meva-chevalarga, yangi uzuqqa erishishni iborat bo'lgan yaxshi ne'mati. Olamningki so'g'ib to'nglishimi hayot dunyoda insoniyat har turli aeroplan, mashinlar va zavodlar chiqargan har qanday yer sharininki illiqligini, yer sharininki go'zalligini, yer sharining muhitini buzadigan har qanday pasib, har qanday buzuq energiyalarni yo'qotadigan va mikroblarni yo'qotadigan yaxshi bo'lgan ne'mati. So'qmi? Mana shunday Alloh subhanahu va taolaning bizga bergan hayotlikdagi har qanday bizning hayotligimizga zahar saradigan, yomonlik saradigan mikroblarni yo'qotishga yordam bo'ladigan bir ne'mati. Buni bilishimiz lozim. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi İlla men rahima rabbuka ve lizalika halakahum Surah 119. ayet. Lekin sening Parvardigoring rahim qilgan kishilar mushular haqiqiy Allah subhanahu va taolaga yolg'iz shirk keltirmay e'tiqod qilib, Allah subhanahu va taolaning hidoyatiga erishib, avatgan payg'ambarning keyindan minib, har turli bo'linib ketgan yo'llarga ma'maydi. Shu rahmat qilish uchun, mehr shafqat qilish uchun Allah subhanahu va taolo ularni yaratdi. Demak, Allah subhanahu va taolo mana bu oyatda bizni shunday alohida ogohlantirdiki, Allah subhanahu va taolo bizni dunyoga bilishimiz kerakki, azoplash uchun, xorlash uchun, baxtsiz bo'lish uchun yaratgan emas, balki bizni Allah subhanahu va taolo baxtli bo'lish uchun yaratgan. Faqat bizni baxtsiz qilib qo'ydig'ini inson, jinning, shaytonlarning orqasidan minishimiz, o'zimizning havo-heves nafsiga ag'ishib ketishimiz, o'zimizningki nafsiga cho'ng tortishimiz, mana shu bizga baxtsiz keltiradigan yo'l. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi ma yaf'alullohu bi'adabikum in shakartum va amantum Surah 147-oyat. Allah subhanahu va taolo sizlarni azoblab nima qiladi? Agar sizlar Allah subhanahu va taologa Allah avatgan payg'ambarning yo'l ruhini qabul qilib shukr aytsanglar, Allah subhanahu va taologa va payg'ambarga va tushirgan hukmlarga ishonsanglar, deb Allah subhanahu va taolo bizni azoblash uchun emas, balki rahmat uchun bizni ezib ketish, xato yo'lga kirib ketish, gunoh ma'siyat yo'lida minib ketish emas, balki
Allah subhanahu wa ta'ala bizni özünün hidayetiga erişişi ve bizning ahirette Allah'ın cenneti kirişimiz ve bu dünyada ve ahirette baxtlik yolda manışımız için Allah subhanahu wa ta'ala bizni yarattı. Hem şundaqla biz hak yolu turgan her bir yolda ve her bir hizmette Allah subhanahu wa ta'ala bizge yardım berdiganligini, Allah subhanahu wa ta'ala biz bilen her qandaq işte bizni sınash üçün birge ekanligini bilishimiz kerak. Shuning uchun Muhammad sallallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilgan vaqtida Makka kafirlari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning kaydini qo'lab, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Savr g'orining ishiga kirib olgan vaqtida kafirlar ustidan ostonga shunda qarshilab Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ko'rdigan shunda qattiqchilik chaqda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga Muhammad sallallohu alayhi va sallam la tahzan innalloha ma'ana. Abu Bakr ishingni pishirma, qayg'urma. Haqiqatan Allah subhanahu wa ta'ala bizga yordam berdi. Allah subhanahu wa ta'ala bizga yordam berishdan birga deb Muhammad sallallohu alayhi va sallam Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga shunday degan. Demek biz mehribon shafqatlik Allohning nomi bilan boshlayman degan mushu Bismillahirrahmanirrahimga haqiqiy e'tiqod qilib, haqiqiy ishonib, tavhid aqidasi bilan Allohga bog'langan va Alloh ko'rsatgan yo'ldan mangdigan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tarixi, sirati, hayotini haqiqiy ulug' qildigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo bizni e'tiqodiy va dini va siyosiy va ijtimoiy va ma'arif va davlat va azotlik va harakat va har qanday bir xizmatimizda ve her qandaq bir hareket ve cihadimizda Allah subhanahu wa ta'ala özü yordam berdi. Allah subhanahu wa ta'ala bizni özü dünyanın ve ahiretinin baxsatı eriştirdi. Hammamizni Allah subhanahu wa ta'ala'nın rahmeti ve şefqatiga layık müminlerden boğul nasip olsun ve rahmeti ve şefqatiga erişkin nasip olsun. Ve salli ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.